Hey, muborak bo'lsin. Bugun biz sizlar bilan mening yangi kistichkalarim bilan makiyaj qilamiz. Xo'p, ketdik. Sovun oldik, qo'shimiz uchun Not degan sovun, keyin concealer korrektor bilan Infallible degan tonalkani qo'shimni tagini rovni qilib qo'ydim. Keyin Forever tenlarimizni olib, qoshlarimizni chiroyli qilib probellarini to'ldiramiz. Tarte tenni oldim, eng past rangini ishlatdim, chunki sizlar bilan nude makiyaj qilamiz. Lekin mana bu bleskni ko'rib qoldim-da. Ozgina suraman dedim, lekin menimcha ozgina bo'ldi. Ha, xo'p, bo'ldi, urishmaylar meni. Korичневый maslinni karandash bor. O'sha karandash bilan kistichka, qosh chizaykon kistichkani oldim-u, shunday bir o'tdim-u, strelka bo'ldi-da. Buni qaranglar, yangi kabaret tushimni oldim, mazza qilib ishlatdim, lekin xuddi narashka bo'ldi. Keyin yangi konsilerimni oldim-u, как тоналка использовать qildim, lekin toналка использовать qilganim yo'q. Konturingga ketdik. Konturing qilamiz bugun sizlar bilan. Nimaga toналка ishlatmadim? Chunki bu havoda toналка bo'lmaydi, qizlar. Расстушевать qildik buni hammasini. Keyin жидкий rumyani oldik. Buni ham расстушевать qildik. Keyin рассыпчатый pudra olaman. Yangi kistichkamni rasvosini chiqardim. Mayli. Suxoy rumyani bilan suxoy highlighterni surdim. Keyin бесплатно botox qildim o'zimga. Yangi blesk olgandim. Buni qaranglar, просто siyaj qilishini muncha go'zal qiz bo'lib ketdim. Mana sizlarga nude makiyaj menimcha chiqdi.